Üç parçalık haqida qilsa nomli asardagi 24 botirlar qatori oldingi sonda biz Chavxuchi Darijdan tashqari yo'l bosib kim o deganni tafsiliy so'zlab qo'ygan. Bugun ikkinchi qismi, ya'ni Chavxuchi eng kuchli yo'l bosib qatoriga kirgan 7 botir. Ama bu 7 botirning baş oxir darajasi yo'qchimonlar. Bularning ichida birinchisi Wusheng deb atalgan Guiyu. Endi bu yerda Guiyuni mayli akavurdanlar, nimdanlar butkul 3 parçalık haqida qilsa nomli asarning yerimdan avrog'ida Guiyuning botirligi so'zlangan. Eng dastlabki Mayso'g'ich Huashongning qatl qilishi. Bulutmu bunun batırlığının yuqori namoyanchisi Bayma Kumasirda Yalyan Vencholarning kallasini arqa-marqa evitişi. Bu yer Yalyan so'zga vaqtimizda men tafsili bir so'zlab bergan. Yoqtirganlar oldingi sonda ko'rib baqsanglar bildi. Bu yerki Yalyan Savsovning butkul qo'shin tuzib qo'ydi. Shu xon 20 martamda mag'lub bo'ldi. Shu uchunmi chiqib Yalyan bilan urushib ketnamaydi. Shu vaqtimizda Guiyu kelib bir martamning ichida Yalyanning kallasini evitdi. Endi mushlim nurg'ullar bu yerki Guiyuda chilan turuq bo'g'ashqa siz berip öldürüp atkan. Yalyan tuyuksuz tuğa vaqtida Guiyu kipik kalısını evatdi deydi. Bu iki taraf nerede atıp jang atkan tursa bu yer Yalyan acaba tılsını selip doyundu şu alıp kızvalını görüp tuyuksuz qarab turamaslar jangda. Jangning oldi turgan sanğın Guiyuning chilan turuqni ming chaqirım chapalaydi har qancha jamoat sekmi bu yer Yalyan ishak minib kelmaganda jangga bunun etimi 5-600 chaqirib gaqmay chapalaydigan jamoat. İkinci birisi bu Guiyu ot minib kelyapti. Bu ot degan taqaroq chapadigan narsa. Yalyan izchil jangga kirib atgan botir sanğın turmash otning ovozidimi nakagini bilamasmi. Uchinchidan bu yer Guiyu Bardar shamshini ko'tarib, "Oy, kollag'ini olma" deb ayulankilar. Herkesin asta mükük Yalyan köymegende maning oqirini asta o'tib chiqib vash dedi. Asta qildiga undaq jang emasmi bu? Ikki tarafdan otalamsa, chapalamsa deb kelyapti. Demak, Yalyanning tuyuqsiz tuğa vaqtida kalısını evatdi degan meningcha oqmaydigan gap. Maqla Yalyanni mashtaq evassin. Keyindan ads Vencho mashtaq o'ylamda. Venchom kalvama tunugi Yalyanni bandagi kalısını evitibga men mashtaq telefon qarab turib turay deb turama. Endi bu yerda Venchoning alamarti Zhang Liao bilan Shu Huang tang chiqdi. Zhang Liaoning bir o'q bilan otni yiqitibdi, yaralandirdi. Shu Huangni 20 martamda chekindiryapti Vencho. Endi mushundaq ahvol ostida endi Guiyu berib, yani bir martamda Venchoning kalısını evatdi. Demak, bu Guiyuning eng yuqori Jianfeng shikosi. Bu vaqtki Guiyu Lübudan hergiz qilishmaydi. Onun kendinden bunun 5 ötkeldi ötükçem, 6 sanğının kalısının işi. Hem de bunu bek adetki sanğımı çağılap kalmanlar. 5 ötkel diyen gap, 5 sepilini qoğdaydı diyen gap. Her bir yerge bu savsa bir sanğının üzan yalğız maquq qara dep koymaz. Her birisinin qulda iş bilmesi 1,000'dan adam var. Demek Guiyu 100 yalğız kirip, her bir quqda 500'den 1,000'gıcı leşker bayada 100 yalğız kalısını hep çıqalışı. O da 6 kıtım bundan qılalışı. Bu adetki adamın qulda ikenmeydi. Demek Guiyu'ga qoyilmay amalimiz yo'q. Endi Guiyu'ning birinchi sakkislamas yeni bir sababli mi desek, keyin bu yerda Guiyu bakla ojizlab ketgan. Delik Jianfeng shikoda bak yuqori pallik chiqib, keyin tuz tushib. Masalan, Pangdoni 100 martamda mag'lub qilinmaydi. Endi Pangdoni 100 martamda mag'lub qilinmasligidan mundaq muhim ikki sabab bor menimcha. Birinchisi Guiyu'ning yesh cho'ngib qolgan. Ikkinchi bir muhim sabab nima? Bu yerda Pangdonining atgan po'riga uni Guansen ko'tarib keldi, o'zing tushamsa men salaymi deb. Şunun için bu yer Guiyu özünün karakteri boyunca Pangdon berdi kalısına evatqısı yok. Pangdon'un ağzı değil. Vay Guiyu aka yaman kensen ben senden korktum dizişçi Guiyu'nun məqsidi. Aka orluğundan öz ağzının anlıqısı var. Şunun için derhal kalısına evatmay. Zat korkatsam başını yenildiysem, teslim kıldıysam diyen asas kılaşqa. Şunun için bu jang 100 martam uzrap ketken buluş mümkün. Birisi şu ikinci bir muhim neymi olsanın Yuanshu'nun alisanlığının jilingni 30 martamda mag'lub qilinmaydi. Jiling sanğını bilsang'o, lekin Zhang Fei 10 martamda la Jilingning kalısını evatdi. Demek bu vaqtida endi Guiyuning Zhang Fei'si tuvallab ketgan. Endi ikkinchisi Guiyuning inisi Zhang Fei Zhang edi. Endi hozirda de masalan Jilingni 10 martamda mag'lub qilgan. Endi Zhang Fei'ning eng chong ortiqchiligi nima asarda? Lübudan birdan-bir qo'rqmaydigan, to'xtamaysan bilan jang qilmay, sen shunjani ushurg'ini qul deb tillab turdig'ini Zhang Fei. Masalan, eng dastlab Xulogandagi jangda 30 martam urishib, yengish ayrilmaydi. Bulutmi keyin shujo baliqga vaqtning o'zida 100 martam to'liq tutisha oladi. Bu yerda Zhang Fei Lübu bilan 100 martam tutishib, yengish ayrilmaydi. Endi bu vaqtda balkim Lübu sal yashinib qoldi, Zhang Fei'ning marti o'sdi deb faraz qilsak bo'ladi, shunami? Endi birisi bu yerda asarki Batur sanğının birisi Ma Chao bilan
200 marta uruşup yengişe qilish ayrılmaydı. Camın qurulduğu can qarab bakınlar. Muş vaqtingizda mayli konuyu şüphaçalık qaranglar, mayli kitap qaranglar, mayli yengisi qaranglar. Liubey bilan Guyat Jugulyan ikkinchisi Machauga mana shu Jonfey tankilalaydi deb qaraydi. Yengisdim dedi bu yerki Liubey Machauga menen shu chuqum yidolam tankilalaydi deb. Ko'nsi qarsanglarmi bu yerki Jugulyan Jonfeyning tankilalaydiganligini biladi. Biroq qasdan yunchang bo'lgan bo'lsa tankilalaydi deb ma'ninki bir ochchig'in keltirib butun kuchi bilan Machau bilan yaxshi jo'ngtaylar urishsin deb mana ochchig'in keltirdi. Demek nurg'unlar shu vaqtdan o'zida deydi, Jovzulini chiqargan bo'lsa, balki Machau'ni o'ltirib atdi, Jovyun chiqqan bo'lsa, unda xulamdi deb. Unda sizlarga bir savol qo'yay. Shu vaqtdan o'zi shu jangning hammasini tang birga qilgan Jugulyan bilan Liubey, Jovyun bilan Jonfeyning martini bu ikkisi bakarak bilami, nereden nerga chiqarganligini sizlar biz bakarak bilamizmi? Ma'nili o'ylab baqsanglar bo'ladi. 3-4 o'ringa tizilgan bo'lsa, Jovyun bilan Machau. Endi bu yerda Jovzuloni yoqtirganlar nihoyat ko'p. Buni demasak, buning eng yuqori pallasi Savsavning böktirmasiga 7 qitim buzib turib, 7 qitim buzib chiqarilganligi. Bu endi Jovyunning eng yuqori pallasi shunamu. Endi mush gapni hozir yana bir qitim tushuntirib qo'yay. Jovzuloninki Savsavning böktirmasiga 7 qitim buzib kirib, buzib chiqdi dedigini, ma'ni Savsavninki mana shu sap shakli böktirmasi desak, matrafdan hamda Machau bir nez bir ot bilan kelsa 7 qitim buzib mandaq kirib mayniq chiqib bo'lib, yenib kirib, yenib chiqib, mandaq 7 qitim emas mo'la. Jovzulun kalva emasmi, bir qitim buzib chiqib bo'z kayni yenib kelib, yeni qoidlarni buzib chiqdiganға. Endi bu vaqtingizda Savsav 80 tuman lashkar bilan keldi. Bular Sauronning buyrug'i bilan sap tuzdi. Bir odamni qo'rshash uchun bir jihos 1000 odam qo'rshishmi, qatma-qat qo'rsha oladi, tushunami? Demak, Jovzulunni eng dastlab 1000 qo'rshigan bo'lishi mumkin sapni o'zgartib. Jovzulun birinchi sapdan buzib chiqdi. İkinci qitim yana bir 500 adam qo'rishib olgan bo'lishi mumkin. İkinci qitim buzib chiqdi. Uchinchi qitim 2000 adam qo'rishgan bo'lishi mumkin. Uni buzib chiqdi. Demak, mushunda holatda 7 qitim buzib kirib, buzib chiqoldi degan gap men to'g'ri tushuninglar. Jovzuloni ayrim bir tema qilib nurg'un mazmun so'zlagan. Buning alam martining yuqorligini bak ortiq so'zlashdan ma'nosi yo'q. Hammamiz qoyil Jovzulonga. Endi 4-si bu yerdagi Machau. Endi bu Machau'ning alam martini yuqori masalan bu Savsav bilan bo'lgan jangda sap tuzib jang qilish martining yuqorligidan Savsavning butun sepini buzib, Savsavni mag'lub qilib, keyindan qo'g'lab o'ltirib atqil tasqagan. Uzun soqolli Savsavni qo'g'langlar, soqolni kesib qochdi. Serixyakdagi Savsavni qo'g'langlar, to'nini tashib o'tib qochdi. Mash vaqtning o'zida shuchu chiqib qolmagan bo'lsa, Savsav aniqli o'ldi. Endi shuni bilan bu vaqtning o'zida yo'l bosanning shuchu bilan Machau 200 marta jang qilib, yengish ayrılmaydı. Muş vaqtning o'zida qarsanglar Machau aktiv burunda. Yeni bayada dedik, Jamin qurolining oldida Jangida bilan 200 marta tutishib, yengish ayrılmaydı. Endi bu yerda Machau Shilyanning ajoyib qaltis batur, sap tuzib jang qilish qilmayir, yakmak jang qilish qilmayir. Shuning uchun bu yerda Liubey bilan Jugulyanning buni o'ltak, skammak, chidamay ashaddiy dushmani bo'lsin. O'zining sepiga qitilib 5 yo'l bosanqini qatorga darholla kirib o'tishga sabab mushada 5-o'rindagisi bo'lsa Dianwei. Endi bu yerda Dianwei Savsavning oliy sanog'ini, ya'ni Shuchuning oldidagi qo'g'dug'chisi. Bu nayt kuchli palvon bu qo'sh nayz chutdi. 10 qo'ldagisi 42 jang, sol qo'ldagisi 38 jang. Guayuning Bardar Shamshirdan eg'irlik qilishmaydi. Endi bu yerda Dianwei'ni 24 batur qatorda Yuli Arjao San Dianwei deb 3-o'rin tizig'ini bilan sal oshirib o'tilganlik deb qarayman. Nimishqa? Chunki bu yerda Dianwei'ning biz bildigan bu 24 batur qatordagilar bilan yakmak urishib bo'lgan ishlari yo'qning o'rnida. Birisi Liubey bilan 30 marta urishdi Xuyang jangida, lekin bu vaqtning o'zida oldi keyin olib bayamı dedim Savsavning old sonug'ini bu jangga tankirgan. Endi buning haqiqiy yakmak urush baqini faqat shuchu bilan 50 marta urishdi, shuchu yengilib qag'iltas qilib qochdi. Mush janglamba. Shuning uchun buni men 3-o'ringa tizib atganlar sal oshirib atganlik deb o'ylayman. Endi Dianwei nurg'unlar tunmaydi. Ko'nch parchaligini ko'rib baqsanglar to'liq chiqdi. Men yengisdan muvofiq bo'lish topamadim, qanday huquqim yengisi chiqmabdi bu. Endi bu yerda Dianwei keyin Savsavning hayotini qutuldirib qolaman deb jangda baldirli o'lib ketdi. Liubey'dimi burni o'lib ketdi. Shuning uchun bizning bak bilmasligimiz sabab mushada. 6-si Savsavning yo'l bosanligini shuchu. Bayada dedik bu Dianwei bilan 50 marta tutishgan deb. Xuyang jangida avval bu yerda shuchu Liubey bilan 30 marta tutishdi. Savsav shuchuni yengilib qoldi. Bulanmıqdak deb darhol
diyen ve Şahudun Şahuyen Katarlık oldu sanırım bu cenk kırdırdı. Onun kendini bayağı da Ma Chao ile 200 metre vurup yeniş ayrılmadı. Yani Şuçu'nun elem martının en yukarı pellisi bu cenk hakikaten bek kızgan bir yer. Şuçu'mu Ma Chao ile ten turup sadı 200 metreden berdaş kıvralgan. Onun kendini bu Caoyun bilen 30 metreden tutuşup bakkan. Zhang Fei bilen o da 3 ketten tutuştu. Her ketten bunu yap. Keçikti Zhang Fei'den bek okudu bu. Hem de bu yerki küçük yol bastan Gullah Katar 7'si yani ahırkısı yaşanılan sanırım Huangjong. Huangjong'un hem de bu sepkizlalışki Huangjong yaşanılan bu ağamıyla nağırdı Batur. Bu yüylemi 100 mertten can kılalgan bu yerki Huangjong. Onun kendini din yüzüşendiği de Şahuyen'in kallısına ağan Liu Bey'e ergeçkendiği nurluğun batırlıklarını gösterdi. Bulup mu bununki Beyfa, Beyzhong okuyası diğer yerge tikidiğen. Şunun için bu yerdeki Changhuji'nin 7'sine bu yerdeki Huangjong'u tızıyımız. Hem de bu yerdeki Zhonghuji Ottural güçlük yol baspalı vallahi Katarga yine 7 sanğın. Bunu yine kişiyinki sanı sözlep buraya vakit pek uzurap gitti. Anlıqısı bağla piyonlukçu bu şantiyinde bizi piyonla. Göncü kulu birden nəxsicdə kürüp qoşunu odup qamanla kiyinki sanda